shaharning yaxshi joyidan ofis qidirganlar uchun 70 kvadratli nejiloyimiz sotuvga chiqdi. Joylashgan joylarini ko'ring. Tog'ga 500 metr chiqsangiz Maxtumqulov ko'chasiga chiqasiz. O'ng tomonda joylashgan Maxtumqulov ko'chasi. Maxtumqulov ko'chasini bilasiz, hozir shunaqa zo'r bo'lib ketgan. Mana shu yerdan shu chapga qayilganingizda Ashxobod park turibdi. Undan keyin dalshi eski Toshmi va shaharning sentriga C1 ga kirib ketiladi. Mana shu nejiloyimizni ko'rsatamiz. Bu yerda 7 ta 8 ta mashina turadigan parkovkalar bor. İchlarini ko'rsatamiz. Ishlari ham katta, kengina. Bu yerda esa bitta kuxnyasi qilingan. Bu narsa tayyorlashga bu yerda sanuzeli, hojati ham, dushi ham bor ekan. Bu nejiloyimizning narxini biz $47,000 deyapmiz. Joyida kelib savdolashsangiz ancha yengil qilib beramiz. Telefon raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqinglar, bosing.